Assalomu alaykum, hurmatli gazi qarindoshlar. Meningki ismim Tug'luq Hamish, Shvetsiyaning poytaxti Stokholmda yashayman. Meningki opam dadamni Xitoy hukumati qonunsiz turmaga solib oldi, 18 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Men navbatda buning uchun namoyishninki beshida guvohlik bermoqchi. Mening dadam Hamid Abdurahmon 1954-yilda 5-oyning 20 kuni G'ulji shahrida tug'ilgan. Ili Telegraf idorasi Ili oblastlik telegraf idorasidan dam olishga chiqqan. Opam Sadat Povdon bo'lsa 1956-yili 8-oyning 21 kuni tug'ilgan bo'lib, Ili oblastlik Ili Fandiyan ya'ni qatnash idorasidan pensiyaga chiqqan. Meningki opam dadam 2017-yili 1-oyning 27-kuni 1-oyning 27-kuni Ili oblastlik bexatarlik saqlash tarafidan tutib ochib ketilib, Bozdagi turmada qonunsiz 2 yil tarbiyalashtirgan. Uningdan keyin bo'lsa, ipiqalatda sud ichib, opam dadamni 18 yil kesayotgan. Birinchi qitimda kaskinda 5 yillik kaskan bo'lib, uningdan keyin bu azob qoldi deb 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Mening opamninki, dadamninki hech qanday gunohi yo'q, chunki men o'qishga chiqqan chaqda opam dadamninki butun arxivlarni, hamma narsasini men Shvetsiyaninki Beyjingdagi bosh konsuliga topshirgan. Men opam dadam uchun bu yo'lga chiqqanman, hargiz to'xtab qolmayman. Xitoy hukumati vatanimizda irqiy qirg'inchilik qilib jinoyat o'tkazdi. Xitoy hukumati virus tarqatib butun dunyoga virus tarqatdi. Butun dunyodagi begunoh insonlarning o'lishi uchunga butun dunyoning iqtisodiga ziyon soldi. Shuningga Xitoyninki jinoyati og'ir. Shaxsan meningki opam dadam shu irqiy qirg'inchilikka uchragandan keyin bir pay so'p qoldi. Garchi men bu yerga kechikib chiqqan bo'lsam-mu, meningki hadam Gulshat Hamidninki tavsiyasi bilan meningki sababimdan bo'lganligi bu ishlarninki men Shvetsiyaga o'qishga chiqib, shu pasportni yetib etib, panohlik tilidi, uningdagi siyosiy faoliyatlarga qatnashdi degandek gaplarni Jonfavidagi G'uljininki 2 yosh bola adamga daptiki. Uningdan keyin adamninki shu markazdan, ya'ni Beyjingdan tashirish umidga kelgan chaqdimi, shochusninki o'rlash ko'rishni nahaq kesilib ketgan bizninki deb qilgan chaqdimi, ularmi ba'zi bir narsalarninki uqishmaslik bo'lganligi to'g'risida degan patiqanda chiqdi degan, lekin hozirgacha qo'yib berilmagan. Shuning bilan menmi oldinib hozirgacha kelgan. Uningdan keyin meningki shu mishadagi butun shaxsiy uchurlarimni shu Shvetsiyadagi bir g'uljilik yangoyatlik o'zbek oilasidagi bola Xitoyga borgan chaqda butun meningki xabarlarga chiqqan, ya'ni 2012-yildagi xabarlarga men chiqqan chaqda shu Shvetsiyadagi Dunyo Uyg'ur qurultayiningki bayonotchisi Dilshod Rashid akamiz Boşun, Dajuyan, anandan keyin shu Uyg'ur Amerikan deganlar bilan aloqa qilishib, menga xabarlarga chiqarib bergan narsalarni yo'panga tushirib, avatib bergan. Buningki IP adreslarini tekshirilib, bosqichida turyotdi. Qaysi internetni ishlatgan, uyiningki Wi-Fi nomerlaridan tortib, qaysi IP adreslarigacha menga shundaq zaharxandalik qilgan mening oilamni, opam dadamni qasligan. Undan keyin boshqa yana bir g'uljilik oilaliklarmi ketgandan keyin shundaq ahvollar bo'lgan. Men uning oldida men shuncha cho'ng xabarlarga 2012 chiqqandimi, hatto bir qitimmi bizning oilaninkini dadamni tashqi ishlardan ya anjandan chaqirib baxmagan. Mushu 2016 mushu 2 oila ketgandan keyin mushta bo'lgan. Anglasam tunugun Uyg'ur ma'rifdagi Nejat Turg'un akimizga Abdushukur Muhammad Emin telefon qilib, "Tug'luq bizni tillayotdi. Buni tashkilotlar aralashmoqdilar. Yana bir taksichi g'uljilik akamizmi? Meni mushta tillab yuribdi" deb. Nochi bo'lsang, soqchini kelib, mening og'zimni yumdi. Seninki xotiningninki qachon Tailandga borgan, qachon kurash kusanning singlisi turib, men jiqgapni qilmay Abdushukur Muhammad Emin, "Voshqallangni sen yig'ib ol, men senga" deb qo'y. Men senga 2018 sen bilan aloqaga chiqib telefonda, "Ey, mening qo'limda menda bir isbot bor, meni qanday qilamiz, sen tashkilotda, men tashkilotda emas" desam, Shvetsiyaning manfaatiga uyg'un kelmasa tutmaydi xayillarni ukam. U undaq men yaqinda vatanga bormoqchidim degan sen. Mana asangni ikkimizningki telefon paranglashgan shu narsalarningki hamma narsaniki biz tekshirib turgansak, hamma narsa chiqdi.
Bingsing bo'lsa, nochi bo'lsang, 4 tanganing mardin kechib, tasliqimni advokatlik, men sen bilan sotqa bir chiqaman. Bo'lmasa sen o Nejat Turg'unga telefon qilib, yana bir şey telefon qilib tashkilotga meni qo'yib ketsam, ha? Meni Xitoy hukumatiga chaqsa aralashmaysa, sening bir yig'iz isming chiqib qolganga aralashamsa, ananiki g'ulchilik qilma deb qo'yay, qo'ngni qisib shu men senga deb qo'yay. Juma sening o'zingninki qanchalik huquqning borligini men jiqaq qilmay. Men sendan qo'rqmayman. Shvetsiya beg'atarlik idorasiga boramsa, advokat tutamsa, uni tashkilotga deb ana og'zini jumdiringlar. Jummayman, meningki haqiqatlar qon qisasin ba. Shvetsiya Uyg'ur komitetikilarga chaqqan mening ichida. Yalnız o g'ulchilikning ham ishi emas. Hammang birlashib chaqqashqa menda eg'ir oqibat keldi. Chunki men haqiqatning po'qini bilatdim. Nervamni o'riltishma haqiqatan men chuvilib ketpardi, qara men pakitlar ish qilmay, pakitsiz chiqmayman, ammo qizlaring bor, qizlaring to'y qiladi, ballalaring bor, sen haq diqqat qilib yurish. Ilaqa tug'liq deb qo'yinglar, tillimisan, kirkatsin deganga kirketadigan ish yo'q bu yerda. Men o'zimniki qanchalik tayyorliklar bilan, menga qanchalik puxtliklar bilan chiqqanimni men o'zim bilaman. Men o'tgan dedim-ku, beshimni qo'ltiqimga qisib qo'yib turib chiqqandan keyin deb. Qarindoshlar, mana mushta ahvol bo'liqi. Masalan, meni bilsa bir nima desa, men xiyolim yo'q, yuraverman, chiqib so'zlayverman. Ammo mana mushlarnikiga tegib ketyapti, qutirab ketib bordi, ba'g'u. Bular mening so'zlaganlarim haqiqat. Men shuningga oldiga chiqib so'zlayman. Nima deb Nejat Turg'un aralashdi bu ishga? Ha? Nima deb tashkilot aralashdi? Sen o'zing bilan mening shaxsiy o'tirimni ishga nima deb tashkilotni qilsa? Uyg'ur masjidiga haqiqatan 2 oylikniki bir tim pul vermaysa, ela qo'g'ilchilikmi taksichimi bir tim pul vermaydi, 50 krum pul vermaydi. Qiynapsizmi, qiynatsa o'ylab qolgancha shu masjidga kelib g'oyiban namozini tushadi. Buningga butun Uyg'ur jamoati qoyil. Butun shu Nejat Turg'un boshchiligidagi o'sha Ahmadjon, Abdulla Ko'kar ashar hammasi kelgan. Numus qilmay shu namozini tushirib qo'yib, ya'ni shu masjidni qurgan chaqda qanchalik hujumlarni qildimi shular? Sen haqqı nima deb egi chiqdi Uyg'ur ma'rifi? Onasining haqqi bormi chiqadigan? Haqiqatni qo'ng'o'zicha bir chorak po'qva shuningga chiqmaydi. Haqiqatni topda zo'g'an bo'lsang, Nejat Turg'un akamiz telefon qilib, "Maka fikamiyaga men ishni chiroyli qilayli" deydi. Umi aqlli, umi siyosatchi, umi bundan biladi. Shuningga men deb qo'y, haqiqatni kallangni, o'shqalangni yig'ib tushaman sen deb qo'y. Yomon tutma bu da Amerika, Germaniya, ayaq Norvegiya, men Shvetsiya bak serilib chiqitsa bag'o qamoqqa. O'shqallarni yig'ib shu. Men qo'rqib qolmayman. Mana Shvetsiya parlamenti kelmishaga. Ana advokat ishxonasi mingdan bir bor shahar kelsin. Ana bexatarlik idorasi Google'dan bassang chaqiradi, mishak kel deydi, ap ketadi seni. Men sana deb beray qanday bo'lganini. Shu. Qarindoshlar, qapolmanglar, men mushta chechilib qelyapman. Lekin meniki har bir narsani so'zlashniki mening majburiyatim bor. Chunki meniki mushlarniki har bir narsa mushlarga tutishib ketgan. Meniki men bir nechta odam bilan ovoz bilan qolganlarnikini mushta tutib qo'ygan. Shuningga iliqi jiq sahalarga iliqi asli men bir odamga mushta iliqindak yoki ikki odamga hujum qilsam bo'ladi. Ko'p tayyorga men iliqi janjalga kirib ketsam bo'lmaydi. Kuchim ojizlab ketadi, lekin men kirsam, mushu bir ikki odamningki ovozi yoki ikki odamning nasar qilib men nurg'un to'rni yeyibla nurg'un beliqlarni tutib chiqaman. Shuningga bularningki Alloh balosini bersin. Alloh shu ko'stig'ini ko'rsatsin. Meningki opam dadamningki 5 yillik mo'misayigini, mening opam dadamni bichar mehribonlarni, qadinaslarni 5 yil aravatdi. Adam degan ko'chalarda qolib ketdi. Meningki o'qishlarga kirib chiqdi shu bichara. Opamdan 5 yil mo'misa yedi. Uni azdab shu qurultayning ichidagi odam meni qo'ydi, ahmoq qildi. Men so'zlasam bo'lmamda qarindoshlar. Tunogimmi Alim Ismoilnikini ishpadim. Meninkimi shu xotellik kuyug'ili hozirgacha panohlik tilmay Xitoy pasport bilan bir yo'qolib ketib, bir paydo bo'lib qoldi. Bunikini men hozir advokatim abiyam chaqirtib men Germaniya bilan aloqa qilishaymi, bir ishlarni qilaymi deganda, qanday qilsam qil deb butun narsani tashlab berdim. Chiqadigan narsani Mirzat Yo'lbars qarindishimizmi chiqadi. Men bilan meningki chiqib baqaylik, oxirgacha bir men baqaylik, kim qayerga borgan ekan. Undan keyin menga telefon qilib, mening bilan paranglashib,
Mening ovozimni ilayotganlar, mana sal bir yerda ovozimni qo'yib etsang, men kim bilan paranglashganimni yoki kim bilan nima qilganimni bilaman. Men olsam ochiq oshkora ovozni xalq bilan hambarlashib o'yna olmayman. Ammo sen olsang oqisabda o'ynaysan ovozni. Shuningga u oqisabda ovoz o'ynasang, men advokatimdan abyan so'rab keldim, men kechib kelishimniki. Jinoyat hisobida men seni sudga berish huquqim bo'ldi. Shuningga men bir necha bilan telefon paranglashgan chaqda ovozniki qanday elinayotganligini men obdan bilaman. Shuningga ba'zi birlarmi kaldisini yig'ibassan. Xulos kalam, opam dadam 18 yil kesilib ketdi. Shuningga men mishada namoyishni boshladim. Boshlag'ach bu yo'lda men xalqqa o'zimniki hissiyotimni, qo'yilib ketganimni, qasd kuchirganimni anglatdim. Qarindoshlar, qarab beqinglar, Shvetsiya Uyg'ur parlamentining oldida faqat birli tug'liq hamiyat. Faqat birli tug'liq hamiyat. Texma o'qishga kelgan, boshqa yo'llar orqali mana bir qechib keladigan yoki hech qanday ishim yo'q meningki. Qolganlar nimishga ovoz chiqarolmaydi? Mishariki qarqullarninki, mushu o'yliq Xitoy josuslarninki, mushlarning ba'zi odamlarni bosib o'tganini bilmamdi qarindoshlar mush narsadan. Qolganlar qo'rqidi, ilinib qolgan yeri bor, so'rindachiligi bor. Shuningga qarindoshlar, ota-onanglarga vaqtida ega chiqinglar. Sog'liq xudoyor boshlig'idagi xalqaro jinoyat ishlar sudiga yo'shirin yoki oshkor bersanglarmi bo'ladi. Chiqib opang-dadanglarni qutqizib chiqinglar. Men agar menmo ishqab kunlarninki birida favqulodda yo'qib ketib qolsam, shu narsani mishada tishlab turadigan qarindoshlarim meningki narslarimni, yozmalarimni yoki meningki kim bilan aloqa qilishib qilib qo'ydigan, qayerga borgan do'stlarim hamma narsamni men qilib bo'ldim. Shuningga men hech qanday qo'rqinchligim yo'q. Shuningga men so'zlayman. Hamma qarindoshlar omon bo'linglar. Xudoyimga omonat.